Xullas shunaqa gaplar. Yaxshimisan uka? Aka, Tinchlikmi? o'zingizda gapim bor edi, maylimi? Mana bulardan yashiradigan sirim yo'q. Bemalol gapiraver. Menga yordamingiz kerak. Hozir onam kasal. Doktorlar katta pul so'rashyapti, aka. Agar ilojingiz bo'lsa, yordam qiling. Ishlab sizga albatta qaytaraman. Nima? Qarindoshlaring yo'qmi sani? Qarindoshlarim bor, faqat ulardan topganim faqat $1000 bo'ldi, aka. Necha pul kerak? 20 ming. Hozir menda buncha pul yo'q. Bilasan, yangi ish boshlaganman. Hamma pulimni mana shu ishga tikkanman. Endi to'g'ri tushunasan uka. Mayli, aka. Uzr. Kelib o'tir. Yo'q, rahmat. Bekor qildingiz aka. O'zim yordam beraman. O'tir joyingga. Aralashma.